Assalomu alaykum hammaga, qadrli muxlislar, qadrli yurtdoshlar, sog' salomatmisizlar. Bugun 23-noyabr, haftaning yakshanba dam olish kuni. Mana yurtdoshlarimiz bilan toza havoda video qilyapmiz. Bugun sizlar uchun aynan Yevropaga boshqa davlatdan keluvchilar diqqatiga, asosan Bolgariya davlatidan ID karta bilan keladiganlar diqqatiga bemalol kelsanglar bo'ladi. Hech qanaqa muammo yo'q. Juda ko'p savollar, SMSlar, telefon qilsanglar ham so'raydigan narsa bitta narsa. Dokumentnoma bo'ladi. Kelsanglar bemalol dokumentga topshirib qo'yiladi o'rtoqlar. Turistik viza bilan kelsanglar ham, polskiy viza bilan, Bolgariya ID karta, Litva, Latviya ID kartalari bilan kelsanglar ham bemalol ishlarimiz bor. Bemalol kelsanglar ishga joylashtiramiz. Mana yurtdoshlarimiz Nozimjon bizda taksist. Shu yerda ancha bo'ldi yashaydilar. Любой xizmatlar bo'lsa, nomer qoldiramiz. Murojaat qilaverasizlar. Qaysi davlatdan kelib vokzalga tushsanglar, kutib oladilar. Muhimi ishonch dedi, muhimi ishonch. Bexavotir ko'chada qolib ketaman, ishsiz qolib ketaman degan tushuncha bo'lmasin o'rtoqlar. Hech qanaqa xavotirga o'rin yo'q. Nozimjonning nomerini qoldiramiz. O'zlari kutib olib kelib, mana shu yerga hostellar kerak bo'lsa bor. Kunlik hostellarimiz ham bor, doimiy yashashga ham hostellar bor. Hamma sharoitlar bor, pokiza, chiroyli. Bular ancha bo'ldi yashaydi, mana shart-sharoitlarni ham bemalol. Birinchi o'rinda tinch. Ishdan kelasiz, xotirjam dam olasiz, pokiza. Kelaveringlar, maslahat beraman. Dushi ham zo'r. Bu ikkita yurtdoshimiz Fazliddin, yo'q kishining ismi esimda yo'q. Ulanbek, Qirg'iziston fuqarosi. Bular skladda ishlaydi. Mana shu o'zimizdan 5-6 kilometr uzoqlikda bularga mashina berilgan. Avtomat korobka, 6 ta o'rindiqli. Ishga borib kelib yurishlar, skladda ishlaysizlar. Parfumeriya skladida. Qisqacha qilib tushuntirib o'ting. Endi sklad shunday. Kim agar skladga kirmoqchi bo'lsa, ish soati stabilniy, normalniy, ish o'yinlari ham o'rtacha. Hamma har kimning gapiga quloq solib, voy unday ekan emas. Ko'zlaringiz bilan ko'rsalaringiz ishonch hosil qilasizlar. Mayli sklad bo'lmasa, boshqa vakansiyalar ham bor. Xohlagan vakansiyangizda ish topiladi. Muhimi o'zingizda bir bunday qat'iyatli, keyin ishlash uchun sal xohish bo'lish kerak. Muhimi ishonch. Mana havo sovudi o'rtoqlar, ko'chada tashqarida ish desanglar, mana ko'rib turganlaringdek qor, ichkari ishlarimiz, sklad ishimiz bor. Undan tashqari mebel, yumshoq mebel ishlab chiqarish sexlarimizda ishlar bor. Undan tashqari ham boshqa ishlarimiz bor o'rtoqlar. Manzil qoldiraman. Telefon raqamlar +48 bilan 507 793 333. Premoyga telefon qilaverasizlar yoki Telegram orqali telefon qilib bog'lansanglar bo'ladi. Nozimjon nomeringizni aytib o'ring. Tag yozib qoldira qolaylik. Ha bo'ldi. Taksimiz nomerini pastga yozib qoldiramiz. Sog' bo'lasizlar, salomat bo'lasizlar, yaxshilikda ko'rishguncha. Vakansiyalarimiz ko'p. Bexavotir kelaverasizlar. Manzil tashab qo'yamiz. Manzil yozilgan bo'ladi, opisiyaga qarab kelaverasizlar adreslar bo'yicha. Ko'rishganda ko'rishguncha. Salomat bo'linglar, hammaga Xudo quvvat bersin.